Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar yangi mavzuni boshlaymiz. Isor manzilat. Isor. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz manzilatlaridan isor manzilati. Bu manzilatni, isor degan manzilatni qayerdan oldik? Astagfirullah. Vallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Makkadan Madinaga hijrat qilishdi. Mana Rasululloh 13 yil davomida Makkada Qurayshni da'vat qilishligi bilan band bo'ldilar. Alloh tomonidan Madina Munavvaraga u paytdagi nomi Yasrib shahriga hijrat qilishlikka buyurildi va sahobalar hijrat qilishdi. Yurtini, vatanini Allohning roziligi uchun tark qilib boshqa yurtga ko'chib ketishdi. Mana shu hijrat deyiladi. Ana shu hijrat qilgan kishilar muhojirlar deyiladi. Endi Yasribda, ya'ni Madina Munavvarada muhojirlar kelishidan avval yashagan kishilar, Madinaliklar, ansorlar deyiladi. Mana sahobalar ikkiga bo'linadi. Muhojirlar va ansorlar. Mana shu muhojirlar hamma narsalarini tashlab Madinaga qo'llari quruq, kambag'al bo'lgan holda ko'chib borishdi. Ansorlar xursandchilik bilan kutib oldi. Ana shu ansorlarni maqtab Alloh taolo Hashr surasida mana shu oyatni nozil qildi. Mazmuni ulardan, muhojirlardan ilgari Madina diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodni mahkam ushlagan zotlar, ansorlar esa o'zlarining yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suyurlar va dillarida ularga muhojirlarga berilgan narsa, o'ljalar sababli biron hasad tuymaslar hamda garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor, ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguvchi zotlardir. Demak, mana shu oyatda isor deyapti Alloh. Isor o'zini qo'yib boshqani o'ylash. O'ziga emas, boshqaga berishlik. Isor saxiylik, saxovatdan balandroq bo'lgan sifat. O'ziga qolmasa ham boshqalarga beradi. Belgi va sifat. Albatta mo'min kishini belgisi bo'ladi. Belgi, sifat emas. Nima degani? Chunki o'nlagan sifatlar bitta belgiga qaytishi mumkin. Demak, belgi deyotganimizda biz sifatdan ko'ra kengroq narsani, chuqurroq narsani tushunamiz. Mo'minning belgilaridan bittasi, ana shu belgilardan bittasi isor. Banda garchi o'zida ehtiyoj bo'lsa ham o'zini qo'yib boshqalarni ixtiyor qilishi. Bu mo'minning sifati isor. Endi kofirning, fojirning, fosiqning belgisi nima bo'ladi? Xudbinlik, egoizm. Bunaqa xudbin odamlar o'zlarining hayotini boshqalarning o'limini ustiga quradi. O'zlarining boy badavlat hayotini boshqalarni qashshoq qilishlik ustiga quradi. O'zlarining xotirjamliklarini boshqa xalqlarni qo'rquvini ustiga qurishadi. U yurtlarni farovon to'kin bo'lishligi boshqa kambag'al mamlakatlarni yana ham qashshoq qilishlik ustiga qurilgan. Mo'min esa buni tamomiy aksi bo'ladi. Uni eng ko'zga ko'ringan eng asosiy belgilaridan bittasi, xususiyatlaridan bu isor. O'zidan avval boshqalarni o'ylaydi. Demak, isor saxiylikdan ustunroq sifat. O'ziga qolmasa ham boshqalarga beradi. Mana Alloh azza va jalla ansorlarni, Madina ahlini maqtab va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa ham o'zlarini qo'yib, o'zgalarni
isor ixtiyor qiladi. Agar senda ham birodar mana shu sifat bo'lsa, o'zingni emas, boshqalarni o'ylaydigan bo'lsang, ulkan bir saodatni his qilasan. Albatta bu karomat. Alloh taolo hadis qudusida nima degan edi? Uhibbul asxiya va hubbi lil faqiri sahi ashad. Men dedi Alloh taolo sahiylarni yaxshi ko'raman. Endi sahiy bo'lgan faqirni ko'proq yaxshi ko'raman. O'zi faqir, lekin saxovati bor. Hamma sahiyni Alloh yaxshi ko'radi, ammo kambag'al bo'lib turib sahiylik qilayotganni ko'proq yaxshi ko'radi. Uhibbul kurama va hubbi lil faqiril karim ashad. Karamli insonlarni yaxshi ko'raman, karamli faqirni esa ko'proq yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu sifat har bitta mo'minda bo'lishligi kerak. Boymi, kambag'almi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Shunday bir dirham borki, 1000 dirhamdan o'zib ketdi. Nimaga? Bir odam million dirhami bor edi, 1000 dirham berdi. Endi bitta odamda 1 dirham bor edi, o'sha 1 dirhamni berdi. Kim ko'proq infoq qildi shu yerda? 1 dirham bergan, chunki hammasini berdi. Shuning uchun aytyapmiz-da, boy $10,000 ehson qilib turib 10,000 ta savob olsa, kambag'al $2 ehson qiladi, o'sha 10,000 tadan ko'proq savobni oladi. Chunki bor yo'q $2 bor edi sho'tagida. Ma'qulmi? Bizda saxovat, xayr ehson desa, hali puli yo'q odam o'tiraveradi. Menga daxli yo'q buni deydi. Haligi zakot haqida, haj haqida savol so'rasa, boylar. Kambag'al odam o'chiradi antenasi. Deydi, meni pulim yo'q deydi. Buni deydi, menga aloqasi yo'q deydi. Xuddi shunga o'xshagandek, xayr ehson, saxovat haqida gapirganda, puli ko'p bo'lmagan odam nima qiladi? Antenani o'chirib qo'yadi. Ammo menga daxli yo'q deydi. Lekin ko'ryapsiz, Rasululloh aytibdilar, 1 dirham savobda 1000 dirhamdan o'zib ketdi. Nima uchun? Borini beruvdi-da. Demak, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni ixtiyor qiladi, isor qiladi. Ularni mana shu isorini ziyoda qiladigan yana bitta xususiyat bor. Oyatda davomini qarang-da. Va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zi muhtoj bo'lib turib ham boshqalarni ixtiyor qiladi. Davomini qarang. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shu oyatning davomi. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchi zotlardir. Demak, isorni qarshisida baxillik turadi. Isor uni qarshisida baxillik turadi. Agar inson mo'min bo'lsa, isor qiladi. Agar mo'min bo'lmasa, baxillik qiladi. Baxil kishi shu darajada baxilki, o'zidagi narsa emas, boshqalardagi narsani ham qizg'anib baxillik qiladi. Hatto birov infoq qilayotgan bo'lsa, qilaversanmi deydi. Voy o'zingda ham tursin, o'zingga kerak bo'lib qoladi. Jinnimisan deydi. O'zidagi emas, birovdagi narsaga ham baxillik qiladi. Endi o'zida bo'lib qolsami, yana ham baxilligi kuchayadi. Baxillik moddaparast insonning belgisi. Ichida ziqnalik, tashqarisida esa baxillik. Kim mana shu baxillikdan, ziqnalikdan qutulsa, najotga erishadi. Chunki Alloh aytdi: "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kim o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguchidirlar. Ziqna nafsning ishi baxillik, saxovatlik nafsning ishi isor. Mana baxillik, saxovat haqida, isor haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iyyakum vash-shuh." Baxillikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innama halaka man kana qablakum bish-shuh. Sizlardan avvalgi ummatlar baxillik sababli halokatga uchradilar. Amarahum bil bukhli fa bakhilu. Ularning nafslari ularni baxillikka buyurdi, bas baxillik qilishdi. Va amarahum bil qatiyati fa qata'u.
qarindosh urug'chilikni uzishlikka buyurdi, bas uzishdi. Va amarahum bil fujur fafajaru. Ularni gunohlarga buyurdi, bas gunohlarni qildilar. Yana bir kar aytamiz. Asosiy belgi, sobit sifat bu Iso. Mo'min bo'lmaganlarning belgisi baxillik. Mo'min bandaning asosiy belgisi Iso. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Mana endi biz ato qilishni, infoq qilishni, isor qilishni martabalarini ko'ramiz. Abdulloh ibn Muborak aytadi, nafsning odamlarning qo'lidagi narsalardan saxiy bo'lishligi nafsning infoq qilib saxiy bo'lishdan ko'ra afzal. Qaytaramiz. Nafsning odamlarning qo'lidagi narsalardan saxiy bo'lishligi, ya'ni ta'ma qilmasligi, nafsning infoq qilib saxiy bo'lishdan afzal. Ya'ni ikki xil saxovat aytilyapti bu yerda. Bir nafs infoq ihson qiladi, bu bitta saxiylik turi. Yana bir nafs odamlardan ta'ma qilmaydi. Odamlarning qo'lidagi narsaga qaramaydi. Mana shu ikkinchisi birinchisidan ustun bo'lar ekan. Nafsning odamlarning qo'lidagi narsalardan saxiy bo'lishligi nafsning infoq qilib saxiy bo'lishdan afzaldir. Infoq qilib saxiy bo'lyapsiz. Odamlarning qo'liga qaramasdan saxiy bo'lyapsiz. Birinchisi hammani qo'lida bo'lmasligi mumkin. Ya'ni hech narsa yo'q bergani. Lekin ikkinchisi hammaning imkoniyatida bor. Kutmang, ta'ma qilmang. Atoga taalluqli 3 martaba bor. Birinchisi isor, ikkinchisi saxiylik, uchinchisi al-jud. Qaytaramiz. Birinchi martabasi isor, ikkinchisi saxiylik, uchinchisi al-jud. Birinchisi isor, eng oliy martaba. Ko'p ato qilib, o'ziga ozgina qoldiradi. Bu isor. Ikkinchi martaba saxiylik, ozgina ato qilib, o'ziga ko'p olib qoladi. Bu saxiylik. Endi al-jud berganingiz ham, olib qolganingiz ham teng bo'lsa. O'zingga ozgina qoldirib, ko'p ato qilsang isor, o'zingga ko'p qoldirib, ozgina ato qilsang saxovat, berganing ham, qoldirganing ham teng bo'lsa, al-jud bo'ladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan anna rajulan min al-ansar qala ya Rasululloh ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Ansorlardan bir kishi kelib Rasulullohdan mansab so'radi. Ya Rasululloh, falonchini mansabga tayinlanganingizdek meni ham bironta bir mansabga tayinlamaysizmi dedi. Mansab so'radi. Rasululloh unga satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-hawd dedilar. Mendan keyin xudbinlikka duch kelasizlar. Atharatan. Egoizm. Faqat o'zini o'ylashlik. Bu odam ham o'zini o'ylayapti-da. Men ham biror joyga bir xo'jayin bo'lay. Menga ham biror mansab bering. Bas dedilar Rasululloh. Qiyomat kunida hovuz oldida menga yo'liqquningizcha sabr qilinglar. Ya'ni mendan keyin shunday zamonlar bo'ladi, shunday odamlarni ko'rasizlar, sizlarga emas boshqalarga beradi ular. Sizlarga bermagan mol mansabni boshqalarga beradi. Vazifaga, valiylikka boshqalarni tayinlashadi. Mana shu holatda dunyo matohiga bo'lgan musobaqadan kim o'zarlikdan salomat bo'linglarda, o'zingizlarga dunyoda yetadigan narsalarga sabr qilinglar. Shunday qilsanglar, qiyomat kunida ajrlaringlarni Allohdan komil suratda olasizlar. Birodarlar, qiyomat bo'lganda inson ikkita odamning ustida rahbar bo'lganiga pushaymon yeydi. Ikkita odamning ustida hakamlik, qozilik qilganiga pushaymon yeydi, agar adolat qilmagan bo'lsa. Endi ne zamonlarda yashayapmizki, ana shu qiyomatdagi mas'uliyati katta bo'lgan mansabga kurashib, urushib, birovni tagiga suv qo'yib, tuhmat qilib, ustidan yozib, o'sha kursini mansabda egallashga harakat qiladi. Xudbinlik, egoizm. Inson mana shu isor va xudbinlik orasida bo'ladi. Mo'min banda doimiy suratda Allohning roziligini umid qiladi.
uni roziligini birinchi o'ringa qo'yadi. Boshqalarni o'ylab, boshqalarni isol qilar ekan, shu bilan Allohni rizosiga yetmoqchi bo'ladi. Bu uning yo'li. Isor Allohga olib boradigan eng ishonchli yo'l, xudbinlik Allohdan uzoq qiladigan yo'l. Demak, biz inson sifatida ato qilish yoki man qilish orasida bo'lamiz. Isor yoki xudbinlik orasida bo'lamiz. Muhim savol. Sen, birodar, dunyo ahlidanmisan yo oxirat ahlidanmisan? Albatta oxirat ahlidanman deysan. Diqqat qil. Qara, seni ko'proq nima xursand qiladi? Berishmi, olishmi? Seni nima xursand qiladi ko'proq? Ato qilishmi yoki olishmi? Agar berish, ato qilishlik seni xursand qiladigan bo'lsa, sen oxirat ahlidansan. Yo'q, faqat olishgina seni xursand qilayotgan bo'lsa, sen dunyo ahlidansan. Ikkita asosiy sifat. Odamlar orasida keng tarqalgan ikki yo'l. Demak, sen yo dunyo ahlisan, yo oxirat ahlisan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan, o'ta bir saxovatli sahobalardan bo'lgan Qays ibn Sa'd ibn Uboda juda saxiy inson edi. Juda ko'p odamlarga yordam berardi, qarz berardi. Bir kuni kasal bo'lib qoldi shu sahoba. Kasal bo'lib qoldi, birodarlarni ziyorati kechikib qoldi. Ziyoratga keladiganlar yo'q. Sababini so'raganida aytishdiki, sizni birodarlaringizni juda ko'pchiligi sizdan qarzi bor. Ana shu qarzini uzolmasdan sizni oldingizga kelgani hijolat bo'lib o'ylanib turishibdi. Sizdan qarzlorligi sababli oldingizga kelgani uyalishyapti dedi. Shunda Qays roziyallohu anhu aytdiki, birodarlarni kelishidan to'sgan molni Alloh xor qilsin. Kimni Qaysdan qarzi bor bo'lsa, bas, u qarz yo'q deb e'lon qilinglar dedi. E'lon qilishdi. Qays ibn Sa'ddan kimni qarz bo'lsa, Qays kechibdi roziyallohu anhu. Qarzinglar yo'q dedi. Shunday qilindi. Shu kunni kechikirmasdan ziyoratchilarning ko'pligidan uyning eshigi sinib ketishlikka yaqin bo'ldi. Birodarlar, mo'min kishining belgisi bu isor. Isor o'zini qo'yib boshqalarni o'ylashlik. Isor oz olib qolib ko'p bersangiz isor, ko'p olib qolib ozgina bersangiz saxovat, berganingiz bilan olib qolganingizni teng bo'lishligi al-jud deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslarimizdan birodarlar kecha isor manzilatini boshlagan edik. Agar ozgina qoldirib o'zingizga ko'p ato qilayotgan bo'lsangiz, boshqalarga bu isor deyiladi. Agar o'zingizga ko'p olib qolib, ozgina tarqatayotgan bo'lsangiz, ozgina ihson qilayotgan bo'lsangiz, bu saxovat deyiladi. Endi o'zingizga olib qolganingiz ham, tarqatib berayotganingiz ham teng bo'lsa, bu al-jud deyiladi. Al-judning 10 ta martabasi. Birinchisi nafsga bo'lgan jud. Nafsning al-judi bu al-judning eng oliy martabasi. Inson o'zini, nafsini, o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishligi. Jang maydonida shahid bo'lgan mo'min. U o'zini eng qimmat narsasi, nafsini, jonini Allohga taqdim qildi. Al-judning eng oliy martabasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Allohning kalimasini oliy bo'lish yo'lida shahid bo'lgan shahidga beriladigan maqom martabani qanday bo'lishini o'zining hadislarida bayon qilib berganlar. Ana shu maqom martabalardan uni jon taslim qilishi oddiy odamlarnikidaqa bo'lmaydi. U o'lim mashaqqatini totmaydi. Uni qonini hidi miskini hidi kabi bo'ladi. Hali shahid joni uzilmasdan turib, o'zini jannatdagi maqomini ko'radi.
Al-Judning eng oliy martabasi nafs bilan al-Jud qilishlik. Astagfirullah. Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. Robbilarining huzurida rizqlanmoqdalar. Ha, ular tirik. Qancha marta tarix davomida guvoh bo'lingan shahidlarning qabri ochilganida, sahobalarning qabrlari ochilganida ularning jasadlari chirimasdan shunday turganligi. Bu shahidlikning alomati. Shahidlar o'zlarini jonlarini Allohga taqdim qilishgan, ular eng oliy darajadagi insonlar. Demak, al-Judning birinchi martabasi jon bilan, nafs bilan al-Jud qilishlik. Ikkinchisi, mansabga al-Jud. Ya'ni mansabdan voz kechishlik. Mansabingiz bor, martabangiz bor. Ana shu mansabingiz tufayli jamiyatda hurmatingiz boshqalardagidan ko'ra ko'proq. Endi shunday mansabdor bo'lib turgan holingizda shunday bir holga duch keldingizki, agar Allohni rozi qilaman desangiz, mansabdan ketishga to'g'ri keladi. Yo mansab, yo Allohning roziligi. Albatta bu qiyin tanlov. Siz bilan bizda unaqa mansab, kursi bo'lmaganligi uchun biz buni bilmaymiz nimaligini. Endi o'sha mansabda kursida o'tirganlar biladi buni qanchalar qiyinligini. Tarixni qaraydigan bo'lsak, nimaga guvoh bo'lamiz? Masalan, o'sha bir katta podshohlarga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolati yetib borgan. Lekin hammasi qabul qilmagan ularni. Nima uchun? Agar payg'ambarning risolatini qabul qilsa, musulmon bo'lsa, kofir bo'lgan qavmlari uni u podshohlikda qoldirmas edi. Iymonga kelsa, ana shu kursisidan, tojidan, taxtidan, mansabidan ajrab qolishi mumkin. Shuning uchun haqdan yuz o'girishgan. Endi bir inson haq turganda, Allohning rizoligi turganda, Allohning roziligini tanlab, o'zini mansabidan voz kechgan bo'lsa, bu odam o'zining mansabida al-Jud amalini qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratiga murojaat qilsak, Dihiyat al-Kalbi radhiyallohu anhu mana Rum hukmdori Hiraqlga maktub olib bordi. Payg'ambarimizning sahobasi ana shu islomga da'vat qilgan risolasini olib bordi. Hiraql o'qidi, ilmli odam edi, nasroniy dinini yaxshi bilar edi, olim edi, o'qidi, eshitdi, so'radi, haq ekanligini bildi. Ammo qabul qilmadi. Nima uchun? Hozirgi aytgan gapimiz. Agar payg'ambarimizga iymon keltirsa, uni saltanatidan ajratib qo'yishar edi. Dunyoni zavolga uchrashi, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, Alloh uchun yengilroq. Nimadan? Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ygan mo'min Allohning roziligida bir narsalardan voz kechdi. Mansabidan, katta bir daromatidan, ulfatlaridan Alloh uchun bir narsadan voz kechdi. Endi Alloh mana shu bandani yordamsiz tashlab qo'yganidan ko'ra dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun osonroq, yengilroq. Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rdingmi? Ko'rding. Voz kechdingmi? Kechding. Nima? Seni Alloh zoyi qilib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni xorlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni orqada qoldirib qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, nima? Seni yordamsiz tashlab qo'yadimi? Uni roziligini hamma narsadan afzal ko'rsang, seni baxtsiz qilib qo'yadimi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Aslo, aslo. Chunki Alloh Al-Karim, Ash-Shakur bo'lgan zot. Bundan ko'ra dunyoni zavolga uchrab, dunyoni vayron bo'lib ketishi Alloh uchun yengilroq. Faqat bitta muammo nimada? Shoshib ketasiz. Mana Alloh uchun shu harom tijoratdan voz kechdim demayapti. Mana Alloh uchun mana mansabimdan voz kechdim.
Hech narsa yo'q. Nima olib ketasiz? Xuliqal insonu min ajal. Inson shoshqaloqda. Shoshmay turing. Siz Alloh uchun kechdingizmi? Ha. Alloh taolaning rahmati keladimi sizga? Ha. Qachon keladi? Siz isbotlashingiz kerak Alloh taoloning rahmatiga loyiq ekanligingizni. Qaytaraman. Alloh taoloning rahmatiga loyiq ekanligingizni isbotlashingiz kerak. Kimga isbotlaysiz? Kimga isbotlaysiz? Siz o'zingizga isbotlaysiz. Katta tijoratda, katta harom tijoratda tashladingiz. Juda katta daromaddan voz kechdingiz. Katta mansabdan voz kechdingiz. Nima? Ketishingizga ertasi kuni, keyingi hafta shoppa ushatib qo'yadi deb kutyapsizmi? Siz o'sha voz kechdingiz, birinchi etapdan o'tdingiz. Endi uni yoqiga Alloh taolo sizni vaqt bilan sinaydi. Chidaysiz 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi? Oho, domla 3 yil kutamanmi? Mojid 10 yil kutasan. Uni kim hal qiladi? Fa'alul lima yurid. Alloh xohlaganini qiladi. Xolasa 6 oy sinaydi. Xolasa 1 yil sinaydi. Lekin mana shu 1 yilmi, 3 yilmi sinovdan o'tasan. Varanglagan qimmat mashinani minib, boshi shikarni yashariding, bir daniga piyada bo'lib qolding. Arzimagan oylikka ishlaydigan bo'lib qolding. Sen isbotlaysan Alloh seni qo'llashga loyiq ekanligingni. Allohning rahmatiga loyiq ekanligini isbotlaysan. Kimga? Kimga? O'zingga. Robbing seni biladi kimligingni. Bir ish qilmoqchisan, u ish Allohga bo'lgan toat. Agar uni qilaman desang, atrofingdagilar aytadiki, agar uni qiladigan bo'lsa, anday bo'ladi deydi. Bunday bo'ladi deydi. Qo'rqitishadi. Rostdan ham shuna bo'larmikin? Rostdan ham Allohdan rozi qiladigan ishni qilsang, ustingga shu yomonlik kelarmikin? Rostdan ham shu yomonlikda qolib ketarmikin sen? Seni Allohga bo'lgan muhabbating hamma narsadan ustun, birodar. Sen Allohning roziligini hamma narsadan ustun qo'yding, natija qanaqa bo'ladi? Odamlar aytgandek bo'ladimi? Ana shunday qimmat narxni to'lasang, senga nima bor? Alloh rozi bo'ladigan ishni qilding, qiyin ishida. Ana shu qimmat narxni to'lading. Bilasanmi sen uchun nima bor? Agar Alloh qabul qilgan bo'lsa. Ana shu amalingdan Alloh rozi bo'lgan bo'lsa, bilasanmi senga nima bor? Senga Alloh taolo bu borliqning qonunlarini o'zgartirib beradi. Odamlarda aqllari bovar qilmaydigan ishlar sen uchun oddiy bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni o't kuydirdimi? Ibrohim alayhisalomdan Alloh rozi bo'luvdi, tabiat qonunini o'zgartirib tashladi, o't kuydirmadi. O'g'lini so'yishga buyurdi Alloh. Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ydi. O'zini nafsidan ham, o'g'lini nafsidan ham ustun qo'yib turib, tomog'iga pishog'ini qo'yib tortuvdi. Pichoq kesdimi? Yana qaytarib aytamiz. Agar sen Alloh rozi bo'ladigan ishni qilsang va mana shu narsada sobit tursang va Alloh sendan qabul qilgan bo'lsa shu amalingni, Alloh azza va jalla sen uchun bu borliqni qonunlarini o'zgartirib beradi. Seni mana shu qilgan ishing uchun jazolash kerak bo'lgan odam kelib o'zi himoya qiladigan bo'lib qoladi. Sizni muammoga tiqish kerak bo'lgan odam o'zi kelib sizni himoyachingiz bo'lib qoladi. Alloh qodirmi bunga, qodir emasmi? Ishdan haydab yuborish kerak bo'lgan xo'jayin buni teskarisini qiladi. Aksincha, mansabingizni, martabingizni ko'tarib qo'yadi. Oyligingizni ko'paytirib qo'yadi. Yumshoq so'zlaydi, ehtimol mukofotlab ham qo'yadi. Hamma ana shu ishing uchun senga yomonlik keladi deb turuvdi, oqibat yaxshilik bo'ldi. Misol, Ahmad bir ajnabiy kompaniyada ishlaydi. Oyligi juda ham katta. Yaxshigina mashinasi bor, o'zining mashinasi bilan borib shu kompaniyada ishlaydi, haydovchi. Kompaniyani ishchilarini u yoqqa bu yoqqa olib yurish kerak. Endi g'ayridinlar, ajnabiy kompaniya. Ana shu ishchilarni olib yurar ekan, savdo markaziga kirib ketadi, aroq olib chiqadi, vino olib chiqadi yoki tungi klublarga olib borasan deydi,
shunga o'xshagan harom xarish ishlarga ham yurish kerak. Musulmon yaxshi oylik oladi, oylik berayotgan ishxonadagilar g'ayri din. Ahmad bunga rozi bo'lmaydi. Mashinamda harom narsa tashimayman deydi. Harom joyga olib bormayman bularni deydi. Lekin ishchi oddiy. U kompaniyaning ishchilarini qaytara olmaydi bu ishidan. Mana endi tanlash kerak. Taqvo qilib bu katta oylikdan voz kechadimi? Yoki oylikni ushlab taqvodan voz kechadimi? Taqvoni tanladi. Ishidan voz kechadigan bo'ldi. Ana shu kompaniyaning direktoriga borib turib niyatini aytdi. Sababini ham aytdi. Bu agar ishdan ketsa, o'rniga 10 ta xaridori bor. Chunki katta oylik beradi-da. Bu vakansiya bo'sh qolmaydi. Kompaniyani javob berib olishi endi aniq. Borib turib aytdi: "Men musulmonman. Bunaqa harom ishlarga aralashishimga dinim yo'l qo'ymaydi. Men bu ishlarni qila olmayman. Men ishdan bo'shating" dedi. Bo'shatib yubordimi? Aksincha, hurmati oshdi yana. Dinini mahkam ushlaganligi uchun Alloh taolo ana shu g'ayri dinlarni o'zi bir isloq qildiki, bunga bo'lgan munosabati o'zgardi, olib qolishdi. Yana ham hurmati ziyoda bo'ldi. Avvalgidan ko'ra ishonch ko'paydi. Unga ikrom ko'rsatishdi. Mansab bilan aljud qilish sizga yoqadigan daromad, sizga yoqadigan kursi mansabdan Allohning roziligi uchun voz kechishligingiz. Ozgina olib qolib, ko'p berayotgan bo'lsangiz, isor. Ko'p olib qolib, ozgina berayotgan bo'lsangiz, saxovat. Berganingizni, olib qolganingiz teng bo'lsa, bu aljud deyiladi. Birinchisi, jon bilan aljud qilishlik. Ikkinchisi, mansab bilan aljud qilishlik. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Innaka lan tada'a shay'an ibtigha Allohi illa ataka khayron minhu." Sen bir narsani tark qilsang, Allohning roziligini deb, Allohni da bir narsadan voz kechsang, Alloh senga undan yaxshirog'ini beradi deb aytibdi payg'ambarimiz. Gohida oldingda tanlov turadi. Ma'siyatni qilasan yoki taqvoni tanlaysan. Yaxshi ishni, katta daromadni, kengchilikni tanlasang, gunoh ishga qo'l urishga to'g'ri kerak bo'ladi. Shunda taqvo egalarini senga nasihati quyidagicha bo'ladi. Agar sen dunyoni qo'yib, oxiratni tanlasang, bas u ikkalasiga ham erishasan. Agar oxiratni qo'yib, dunyoni tanlasang, bas u ikkisidan ham mahrum bo'lasan. Nimani tanlash kerak ekan? Taqvoni. Demak, aljudning birinchisi jon bilan aljud qilish, ikkinchisi mansab bilan aljud qilish, uchinchisi rohat, huzur halovatda aljud. Uyingga kelasan, tushlikni qilding, biroz dam olishing kerak, charchagansan, ayoling xizmatingda, farzandlaring atrofingda, yonboshlab telefon o'ynaysan, yo televizor ko'rasan. Ko'ngling kusagan narsani ichidasan. Xullas dam olasan. Ishlading, charchading, haqqing bor. Yoki mana shu huzur halovatdan ajralasan, uyingdan chiqasan, tiqilinch avtobusga chiqib o'tirasan, mashaqqatlarni ko'tarib masjidga kelasan, ilm majlisiga. Yoki bironta kasalni ziyoratiga borasan, yoki bironta odam bir hojatini ravo qilishga birga yurasan. Shunda sen nimadan voz kechding? Nimangda saxovat ko'rsatding? Huzur halovatingda, rohatingda. Demak, uchinchisi huzur halovatdan voz kechishlik va mana shu narsada aljud. To'rtinchisi ilmda aljud. Nafsda, mansabda, rohatda aljud ko'rsatish. Bu ilmda aljud, saxovat ko'rsatishlik eng oliy martabalaridan saxovatning. Kim insonlarga Allohni tanitadigan ilmni tarqatish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, shubhasiz ulug' ish bilan mashg'ul ekan.
odamlarga Allohni tanitadigan ilmni o'rgatish bilan mashg'ul bo'lib yurgan bo'lsa, bu odam eng ulug' ish ustida ekan. Chunki bu ish Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qolganda, anbiyolardan qolganda, odamlar bor adashgan, ma'siyatga kirib qolgan, nafsini ko'yiga kirib qolgan. Sen mana shu odamni bittasini topib Allohga dalolat qilding. Ilm o'rgatding, haqni tanitding. U amal qildi. Mustaqim bo'ldi, saodat topdi. Oila va hayoti ham o'rniga keldi. Rizqida baraka paydo bo'ldi. Oilasida farovonlik bor. Mana shu odam qachon ro'parangga chiqsa, seni ko'rib xursand bo'ladi-da, minnatdorchilik bildiradi. Sen uni to'g'ri yo'lga kirib ketishiga sabab bo'lganligini aytib, sendan rozi bo'lganligini aytadi. Aytadi, Alloh rozi bo'lsin sizdan deydi. Ajringizni bersin. Meni hamma savobli amallarimga siz sheriysiz. Chunki siz tufayli Alloh meni hidoyat qildi deydi. Endi qarang. Mashaqa so'zni eshitgan paytingizda Alloh sizni yaxshi ko'rayotganligini, sizdan rozi bo'layotganini his qilmaysizmi? Liyan yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Rasululloh aytganlar, sen sababli bitta odam hidoyatga yurib qolsa, sen tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilgan bo'lsa, sen sabab bo'lgan bo'lsang, mana shu narsa senga qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq deydilar. Yoki mimma talata alayhi shams deyiladi boshqa hadisda. Quyoshning nuri nimani ustiga tushgan bo'lsa, shuni hammasi seniki bo'lsa bitta yaxshilik, lekin bitta odam sen tufayli hidoyat kelib qolsa, undan kattaroq yaxshilik deydilar. Bu odamlar Allohning bandalari atrofimizdagi. Ularning ichidagi eng yaxshi odam kim desa, odamlarga foydalisi. Alloh seni mana shunday xayrli ishda ishlatganini ko'rib, ichingdan quvonasanmi, yo'qmi? Allohning huzurida qadring, qimmating borligini o'ylab xursand bo'lasanmi, yo'qmi? Chunki aytyapmiz-ku, eng yaxshi odam odamlarga foydali odam. Bo'lib ham seni qanaqa foydang tegdi unga? Allohning yo'liga qaytishiga sabab bo'lding. Demak, Alloh seni ishlatdi. Hadisda aytildi-yu, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa ishlatadi. Qanaqa qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan ishlarga buradi. Siz bir odamning hidoyatiga sabab bo'ldingizmi? Demak, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Seni qo'ling tufayli Alloh yaxshiligini joriy qilganini ko'rib, o'zingni Allohga yaqin his qilmaysanmi? Bu tuyg'uni totib ko'rgan odamlar biladi. Agar saodatli bo'lishni xohlasang, boshqalarni ham saodatli qilgin. Qaytaramiz. Baxtli bo'lmoqchimisan? Boshqalarga ham baxtni ulashgin. Ularning ham qalbiga mana shu saodat, baxt hissini kiritgin. Shunda albatta baxtli bo'lasan. Atrofimizdagi odamlar, birodarlar, Allohning bandalari. Ularning ichidagi eng yaxshilari kimlar? Odamlarga, jamiyatga foydasi bo'lgan odamlar. Ey, senchi masjidga kirib olib 40 kun qolib ketdi. Jay namozda teshib ol. 25 soat ibodat qil, 24 emas. Million marta zikr ayt. Bu hammasi o'zing uchun. Buni o'rniga 5 mahal namozingni o'qi, nafl namozni kuching yetganicha, zikrni kuching yetganicha ayt, chiqib turib jamiyatga foydali bo'l. Ana shu ish senga ulug'roq martabani beradi. Bir yigit, yosh yigit Nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonlarida odatdagidan tashqari masjidda ko'p o'tiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tirikchiligi nima bo'lyapti deydilar. U yigit aytadiki, meni akam boqadi deydi. Ahuka abadu minka deydilar Rasululloh. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan. Ko'chada adashib yurgan bir bolaga ko'zing tushdi. Qarasang, tanish. Tikilib qaroding, falonchi odamning o'g'liga o'xshayapti. Eshitding, o'sha o'g'li ko'chaga chiqib ketibdi. Uydan qochib ko'chaga chiqib ketibdi. Otasi topolmayapti ekan, uyga kelmay qo'yibdi. Tanib qolding, nima qilasan? Qarasang, usti-boshi yudab ketgan, kir, hidlanib ketgan, qorni och. Yurdiysizda olib borib hammomga yuvintirib, tarantirib, chiroyli qornini to'yg'izib, qo'liga 3-4 so'm berib, boravering deb qo'yib yuborasiz. Yaxshilik qildingizmi, yo'qmi? Kelib otasiga aytdingiz.
O'g'lingizni topdim. Yuvintirib, tarantirib, kiyimlarini to'g'rilab, qonun to'yg'izib, qo'liga 3-4 so'm berib javobini berib yubordim. Ota nima deydi? Xursand bo'ladimi? Xursand bo'ladimi? Jahli chiqadi. Ha, buni qilib yedirib ichirishni o'rniga meni oldimga olib kelmaysizmi? Bo'ynidan mahkam ushlab. Xafa bo'ladi. Noto'g'ri qilibsiz deydi va to'g'ri aytadi. Siz bir qiylangan odamni ko'rib turib 5-6 so'm berib qo'ydingiz. Allohni tanimaydi. Harom xarishda yuribdi. Ibodatdan uzoq. Uni qo'liga $1000 berib qo'ydingiz. Katta ish qilib qo'ydingiz-da nazaringizda. Undan kattaroq ish nima edi? Uni Allohga yetalab olib kelishlikmidi? Iymon yo'liga, islom yo'liga olib kelib qo'yishingiz to'g'riroq bo'lamidi? Bu endi yedirib ichirib pul berib jo'natib olsangiz, otasi xafa bo'ldi-yu. Unga pulni berib turib, bir kunlik muammosini hal qilgandan ko'ra, abadiy bo'ladigan muammosini hal qilsangiz, iymonga boshlasangiz to'g'riroq bo'lmasmidi? Shuning uchun yo'ldan adashgan, nochor qolgan, faqat bir odamning qo'liga 1-2 so'm berib, bir marta qonini to'ydirib, keyin tashlab ketgandan ko'ra, Robbisi huzuriga olib kelganingiz yaxshiroq bo'ladi. Ilm bilan al-juud qilish. Allohni taniydi, Allohga inobat qiladi, Robbisiga qaytadi, shu bilan saodat topadi. Mana shu ish ulug'roq bo'ladi, savobliroq bo'ladi. Mana shuni ish qilsak, adashgan odamlarda Alloh tomoniga qaytishiga sabab bo'lsak, siz bilan biz eng saodatli odam bo'lamiz. Robbimiz ash-shakur bo'lgan zot. Nima degani? Seni qilgan yaxshiligini albatta mukofotlaydi degani. Sen nechta odamni hidoyatiga sabab bo'lgan bo'lsang, ana shuncha odamni topgan savobidan xuddi shuncha savob senga ham bor. Ma'qulmi? Hadisda aytilganidek, Allohga qasam, sen sababli Alloh bir kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tuyalardan ham yaxshiroq. Demak, ilmda al-juud, o'zingdagi ilmni talab qilgan kishiga sarf qilishing. Bundan tashqarichi, o'sha bizdagi ilmda so'rashi albatta shart emas. Fursat bo'lib qolsa, o'nni kelib qolsa, hikmatli yo'l bilan yoningizda turgan odamga bir ilmdan o'rgatib qo'yishingiz mumkin. Chunki shunaqa odamlar bor, so'rash kerakligini bilmaydi. Ammo yo'lini qilib aytsangiz, nima qiladi? Qabul qiladi. Senda bor bo'lgan ilm haqida so'ralding. Falon narsani hukmi qanaqa? Sen halol yo harom deb qo'yding, bo'ldi. Tafsilotini tushuntirmading. Shuni o'zi kifoya qiladimi? Mana shunday javob berishlik ham ilmdagi isorga kiradimi? Ilmdagi al-juudga kiradimi? Imkon bo'lsa dalilini ham keltirib ber. Qo'shimcha ma'lumotlarni ham ayt. Nima uchun deyilgan bunday va buni hikmati nima? Ehtimol ana shu sen qo'shib qo'yadigan tafsilotlar savol so'rayotgan odamga mana shu savolidan ko'ra muhimroq, foydaliroq bo'lib qolishi mumkin. Demak, ilmdagi al-juud qisqa javob berish bilan kifoyalanmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarasak, bergan javoblarida ayni shu narsani ko'ramiz. Rasulullohdan dengizga chiqamiz kemada, dengizni suvda tahorat qilsak bo'ladimi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha deb qo'ysa javob berdilar. Lekin qo'shimcha qilib aytdilarki, huvat tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Dengizni suvi pok, uni o'limtigi halol. Ya'ni dengizda o'lib qolgan baliq halol bo'laveradi. Hozir aytganimizdek, ha, tahorat qilsa bo'laveradi, suvi pok deb qo'ysa kifoya bo'lardi, ammo payg'ambarimiz pokligini aytib turib suvni o'limtigi haqida ham ma'lumot berib qo'ydilar. Yana bitta misol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana so'rashdi. Yangi pishgan rutobni, xurmoni tamirga, ya'ni qurigan xurmoga sotish teppa-teng. Biz yana hammasini bitta xurmo deymiz. Bular yangi pishganini rutob deydi arablar, quriganini tamir deydi. Ya'ni rutobni tamirga teppa-teng sotishlik haqida so'raganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, bunday qilish mumkin emas deb qo'ysalar javob bergan bo'lar edilar, ammo qo'shimcha qildilar. Ayanqusu rutobu ida yabisa, agar rutob, yangi pishgan xurmo qurisa, vaznidan yengilladimi? Qolunam, qola falaitan. Ha, yangi pishgan xurmo vaqt o'tgandan keyin quriydi,
deganida payg'ambarimiz yo'q, unday bo'lsa mumkin emas dedilar. Yo'q deb qo'ysa ham bo'laveradi, lekin tafsiliy javob berdilar. Ilmda al-jud ko'rsatdilar. Ya'ni yangi uzilgan 10 kilo xurmo, qurigan 10 kilo xurmo. Teppa-teng almashtirsangiz, 3 kun 4 kun o'tgandan keyin boyaga yangi uzilgan xurmo qurishni boshlaydi-da, vazni pasayadi. Demak, bunday savdo joiz emasligini payg'ambarimiz tafsiloti bilan tushuntirib qo'ydilar. Ham aqliy, ham naqliy dalil keltirishlik eng chiroyli yo'l bo'ladi. Demak, birinchisi nafsda jud, mansabda al-jud, rohatda, huzur halovatda al-jud hamda ilmda al-jud. Beshinchisi mansab bilan, hurmat bilan bo'lgan al-jud. Ya'ni siz falonchi bir mansabdorni taniysiz. Sizni hurmat qiladi, gapingizni oladi. Bir odam kelib, men bilan birga falonchini oldiga borsangiz yaxshi bo'lar edi. Sizni gapingizni ikki qilmas edi. Ishim bitib qolardi deb so'ranadi. Nima deysiz? Menga kerak yo'q bu narsani deysiz. Demak, siz baxilsiz. Prosta birga borib qo'ysangiz ishi bitib qoladi. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Yoki bir odamning oilasi buzilib ketish arafasida turibdi. Kelin orozlab ketib qolgan otasining uyiga. Kelinda otasi mahkam turibdi, bermayman qizimni deb. Ammo siz borsangiz, ana shu ota sizni gapingizni olishi mumkin. Chunki hurmat qiladi. Ana shu oilani buzilib ketmasligiga sizda imkon bor. Nima qilasiz shunda? Vaqtingizni sarf qilasiz, ko'chaga chiqasiz, toki bitta oila buzilmasin, ota-onasi tirik turib yetim bo'lmasin. Qalblarga xursandchilik kiradi. Eng yaxshi shafoatchilik, birodarlar, nikohda er xotinning o'rtasida shafoatchilik qilish. Agar yolg'on gapirish mumkin bo'lsa, 3 ta o'rinda. Shundan bittasi er xotinni yarashtirishida ham yolg'on gapirsa bo'laveradi. Mana endi 6-inchisi inson o'zining badani bilan ham al-jud qilish kerak. Jasadi bilan xayr saxovat qilishligi kerak. Oyoq qo'lingiz, kuchingiz, quvvatingiz bilan odamlarga foydasi tegish kerak. Jasadingiz bilan ham xizmat qilishingiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda aytadilar: "Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kullu yawmin tatlu fihi ash-shams." insonlardagi jamiki a'zolar uchun quyosh chiqadigan har bir kunda sadaqa mavjud. Endi ana shu jasadning sadaqasi nimadan bo'ladi? Jasadning sadaqasi, jasadning al-judi mana shu oyoq qo'lingiz bilan, jasadingiz bilan odamlarga foydangizni tegishi. Payg'ambarimiz hadisda aytadilar: ikki kishi o'rtasida adolat qilishing sadaqa. Birovni uloviga minishiga yordam berib, uni chiqarib qo'yishing yoki narsasini olib berishing sadaqa. Yaxshi so'z sadaqa. Yo'ldan aziyatli narsani olib tashlashing ham sadaqadir. Buxoriy va Muslim rivoyat. Aravasini itolmay turibdi, arava kash qishdi kunida, usavat qilib, o Shartevada. To'xtab qolgan, jilolmayapti. Yonida qo'li bo'sh. Nima qilasiz? Ishla deysiz. Yo'q, ishla deysiz. Pulingni halolla deysiz. Sen bu uchun pul olyapsan deysiz. Yoki nima qilasiz? Siz ham odamsiz, u ham odam. Turtib qo'yasiz. Shunaqa bir jasadimiz bilan qiladigan sadaqalarimiz kamayib ketganmiki, qarasangiz hamma kasalda. Meni hamma yo'g'im tekkiz degan odam bilmadim, yana shu mingtadan bitta chiqmasa, o'ta yoshlar. Shu qirg'idi ustidagilarni qarasangiz bu ketdi. Tizzasi og'riydi, xotirasi ketgan, chachi to'kilgan, tishi karies bo'lgan, pochka bola. Ve sanasiz bir 5-6 ta chiqadi kam deganda. Ana shu jasadimiz bilan saxovat qilsak, jasadimizda al-jud qilsak, birodarlar, ana shu jasadimizdan sadaqa bo'ladi. Davu mardokum bis sadaqa deganlar Rasululloh. Dardlaringlarni, bemorlaringlarni, kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar deganlar. Yo'lda yotgan toshmidi, shishamidi, kessamidi, odamlarga aziyat yetkazishi mumkin bo'lgan narsani bir chekkaga turtib qo'yishlik ham sadaqa bo'lar ekan. Birov yukini ko'tara olmay turibdi, kelib yordam berding. Demak, kuching bilan, oyoq qo'ling bilan saxovat ko'rsatding. Albatta Alloh bu amalingdan rozi bo'ladi. Nafsda al-jud, mansabda al-jud, rohatda al-jud,
ilmda jud, mansabda al-jud hamda jasad bilan nima? 7-si o'zining sharafi va obro'yi bilan al-jud. O'zining sharafi va obro'yida al-jud. Saxovatni bir ajib ko'rinishlaridan, saxiylikni ajib ko'rinishlaridan. Al-irz deyiladi arab tilida. Sharaf, nomus. Insondagi maqtaladigan yoki yomonlanadigan o'rin. Sahobalardan Abu Damdom radhiyallohu anhu kambag'al edi. Ihson qiladigan hech narsasi yo'q edi. Saxovat qiladigan hech narsasi yo'q edi. Har tong ottirganda aytar edi: Parvardigor, menda odamlarga sadaqa qilinadigan boylik yo'q. Tahqiq men ularga o'zimning sharafim, obro'yimni sadaqa qildim. Bu qana bo'ladi? Obro'yini, sharafini sadaqa qilish. Aytardiki, bas, kim meni haqorat qilgan bo'lsa, menga tuhmat qilgan bo'lsa, bas uni kechirdim. Ajoyib sadaqa ekanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yastati'u minkum an yakuna ka'bi Damdam falyaf'al." Qaysi biringlar Abu Damdom qilgan ishni qilish qo'lidan kelsa, bas shunday qilsin. Hech narsasi yo'q sadaqa qiladigan, beradigan, saxovat ko'rsatadigan hech narsasi yo'q. Ammo u haqida kim yomon gapirgan bo'lsa, qiyomatga qoldirmasdan dunyoni o'zida nima qildi? Kechdi. Bu ham al-judning ajib ko'rinishlaridan. 8-si sabrda al-jud. Sabr bilan al-jud. Bir kishini, yosh bolasini mashina urib yordida, mayib bo'lib qoldi. Qozoy qadar haydovchida ayb yo'q. Qoida bilan ketayotgan bo'lgan, ayb bolada yugurib birdaniga chiqib olgan. Mana endi shu bolaning otasi xolasa, haqqini talab qilib turib olsa, katta bir jarimaga tushirishi mumkin. Ammo qaytarib aytamiz, haydovchida ayb yo'q. Bolada ayb. Haydovchi mana shu bo'lgan ishdan qattiq bir ta'assufda, afsuslanib turibdi. Qo'lida bor imkoniyatini yordam beray deb qilib turibdi. Lekin topish tutishi katta emas ekan. Beqasd bo'lgan ish. Mana shu holatda agar shu bolaning otasi shu haydovchini avf qilib kechirib yuborsa, ulkan savobli amal qilgan bo'ladi. Astagfirullah. Va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Alloh aytadi qasos haqida. Unda Tavrotda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va yana boshqacha jarohatlarga ham qasos olinadi deb yozib qo'ydik. Endi kim uni, ya'ni qasosni olmasdan kechib yuborsa, o'zi uchun kafforat bo'lar. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular zolimlardir. Mana endi agar haydovchi mast bo'lsa, qoidani buzgan bo'lsa, tezlikni oshirib olgan bo'lsa, qasddan bo'lgan bo'lsa bu ishlar, uni avf qilishlikdan ko'ra uni javobgarlikka tortishlik to'g'ri bo'ladi. Chunki u mast turib haydashdi, bunaqa tez haydashlikni o'ziga hunar qilib olganmi? Ha, bu odamdan qasos olishga haqqi bor. Ammo hozir aytganimizdek, agar beqasd qilgan bo'lsa, mana shu musibatda, mana shu holatda sabr qilib, sabrda al-jud ko'rsatishligi to'g'ri bo'ladi. O'zi umuman avf qilishlik masalasida kechirim so'rab keldi. Agar kechirsiz tuzalishiga sabab bo'lsa, kechirganingiz yaxshi. Agar kechirim so'rab kelsa, kechirsiz, mana qutuldim deb turib, yana shu ishni davom etkazadigan bo'lsa, kechirmaslik to'g'ri bo'ladi. Ma'qulmi? 9-si tabassum, ochiq yuzlik, go'zal xulqdagi al-jud. Sen mansabdorsan, boshliqsan, qo'lingda ishchilar bor, mudirsan. Ular bilan qo'pol muomala ham qilishing mumkin yoki yumshoq muomala ham qilishing mumkin. Agar
ularga muloyimlik bilan muomala qilsang, yaxshi bo'ladi. Tabassumlisan, muomala yumshoq. Yoki aksincha, qovog'ingni solib turib olasan, jiddiy bo'lib. Seni ko'rib irg'ib o'rnidan turishadi. Sen bo'lsa parvo ham qilmaysan. Jiddiysan, o'tirasan. Yugurib kelib qo'lingga choy uzatadi, sen parvo ham qilmaysan. Shunaqa xo'jayin bo'lib turib, keyin ishdan kelsang, bir tinga olmaydi odamlar keyin seni. Ishching, xizmatching yugurib keladi, hol-ahvol so'rab qo'yaver. Bu narsa seni qadringni tushirmaydi. Ikki og'iz shirin so'z, tabassum, yumshoq muomala mana shu ham saxovatni ko'rinishlaridan. 10-si. Odamlarning qo'lidagi narsadan ta'ma qilmaslik. Odamlar bir-birini kuzatib, qarab turadi. Ta'magir odamlar bo'ladi. Ta'mani kecha gaplashdik-a, nima edi ta'ma? Sizniki bo'lmagan, haqqingiz bo'lmagan narsani bir odamdan berishini kutishligingiz. Bu ta'ma bo'ladi. Ana shu saxovatning eng yengil ko'rinishi siz odamlardan ta'ma qilmasligingiz. Mana shu narsa al-judning eng past martabasi hisoblanadi. Isor mavzusini o'tdik, birodarlar. Alloh taolo senga ato qilgan narsa ustida isor qilishing. O'zingniki bo'lgan narsani o'zingni qo'yib boshqaga ilinishing, boshqaga berishing. Mana shu isor masalasida juda ko'p odamlarning oyog'i toyilib ketadi. Shuning uchun aytadiganimiz, isor amalida yaxshilik bor emas. Isor amalida yaxshilik bor emas, balki hamma yaxshilik isorda. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Madinalik ansorlarni muhojirlarga qilgan muomalasini maqtab shunday dedi. Astagfirullah. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ular ilgari Madina diyoriga o'rnashgan va iymon e'tiqodini mahkam ushlagan zotlar, ansorlar esa o'zlarining yollariga hijrat qilib kelgan kishilarni suyurlar va dillarida ularga berilgan narsa, o'ljalar sababli biron hasad tuymaslar. Hamda garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib, o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchi zotlardir. Isor Qur'onda Alloh taolo maqtagan sifat. Isor inson o'zi muhtoj bo'lib turib, o'ziga kerak bo'lib turib, boshqalarga shu narsani berishligi, boshqalarni o'zidan ustun qo'yishligi aytiladi. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchi zotlardir. Alloh subhanahu va taolo ana shu nafsini baxilligidan qutulgan bandalardan bo'lishimizga tavfiq bersin. Isor degan amalni siz bilan bizni ham hayotimizda katta o'rinda egallashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.